Hello everyone, yaxshimisilar ko'pchilik. Kinoda ingliz tilini programmamizga xush kelibsiz. Bu bizning 20-qismlik darsimiz. Vaqt birdamda o'tab 20-qismga kelib o'tdik. Bu qismlik darsimizda biz shu Moana degan qo'chaqni ingliz tilimiz. Bu Disney'ninki bu chiqim xil bo'ldi, lekin intayin yaxshilangan qo'chaqlarning biri. Unda bo'lsa, Moana degan shu qizchaqning ismi. Unda bo'lsa biz o'rganmoqchi bo'lgan tunji so'zga ekran qaraylik. Yan bilan And thank you! Hey! Let me out! You lying, slimy son of a... Let me. Bu yerda let me balkim ko'pincha bilishinglar mumkin, lekin amaliy jonliq ishlatishda qanday o'ylab baxman ba'zi bir ishlatishlar bor. Masalan, let degan gapning o'zi yo'l qo'ymoq, oldin olmaslik, cheklamaslik yoki qanday shu ruxsat qilmoq ma'lum ishlarga let keldi. Masalan, sizlar bir o'rindiqning ichida o'tirdinglar, teshida bir odam o'tiradi, masalan, avtobusda yoki aeroplanda. Siz sirtqa chiqmoqchida, shu chaq nima deymiz? Men chiqa olay deganda. Let me out deymiz. Men chiqa olay. Let me out. Manda qilay, ruxsat qil degandek ma'no bor. Let me out. Masalan, sirtdan kirmoqchi bo'lsak nima deymiz? Let me in. Let me in. Kirib olay degan gap bo'ldi. Undan keyin, masalan, siz so'zlayotgan chaqda ba'zi bir qo'shiq solgan odamlar borda, Qasim qo'shiq qo'shish. Shu vaqtda menga qilay boshda, men birga qilolay. Mening gapimdan keyin demoqchi bo'lsak, shu vaqtda deymiz let me speak. Let me speak. Men deb olay degan gap bo'ldi. Let. Dasa bunga jumla tuzib bersam, my boss let me leave early. My boss let me leave early. Miyatga leave degan ayrilmoq degan gap. Xo'jayinim qanday meni baldo ketishimga yo'l qo'ydi deymiz. Ruxsat berdi yoki yo'l qo'ydi. My boss let me live early. Early degan baldo'g'o. Yana bir jumla tuzib bersam, live and let live. Live and let live. Mana bir inglizlarning yoki amerikalik ingliz o'qiganlarning bir maqol tamsildek bir gapi. Live degan yashamoq, let live yashil qo'ymoq. Buni nima deymiz deganda, bu bir turaqli ibora. Boshqalarni chiqarilish olma demoqchi. Ortiq chiqarilish olma emas, menga gap xato bo'lib qoldi. Boshqalarni chiqarilish olma. Yoshig'ini qo'y boshqalarnimi degan gap. Live and let live. Das o'rganmoqchi bo'lgan ikkinchi so'z birikmasiga ekran qaranglar. Wonder what they're here for. They're kind of cute. Yan biranlar. They're kind of cute. Kinda degan kind of degan so'z birikmasining qisqartirilmasi bo'la ig'iz tilda kinda dedi. Bular so'z degan chaqda kind of debda oldirmay so'zlamaydi. Kinda deb bilan qanday tizlan talaffuz qilyapti. Kinda degan birinchi xil ma'nosi biroz yoki ba'ziyat bizam deb qo'ygan hamda uyg'urchacha. Biroz yoki biza. Qana? Kinda. Buni jumla tuzib bersam, I kind of don't know how to eat durian. I kind of don't know how to eat durian. Durian degan bir mevning ismi. Sesib turadigan, lekin intayin tamlik bir meva, durian. I kind of don't know. Men bilmayman. Ma'lum bir ishni qanday? To'g'ri bilib ketmaydiganligidan beri biroz bilmayman demaymiz. Biza bilmayman emas. Shu ishni qanday bir xil bilmayman. Kind degan shu bir xil tur degan gap qo'y. I kind of don't know how to eat durian. Mash qilib bir xil qanday durianni qanday yeyishni bilmayman. Masalan bir savolni tushundingmi deb so'rab qolsa, do you understand the question deb qo'ysin deymiz. Yeah, kinda. Azroq biza tushundim deb qo'yamiz qo'y. Azroq deb qo'yamiz qo'y. Shu vaqtda deymiz. Do you understand? Yeah, kinda. I kind understand. Azroq biza deganda kinda dedi. Ondan keyin ikkinchi xil ma'nosi kind of degan xil tur shunami? Masalan, qanday turdagi muzikani yoqtirsangiz deymiz. What kind of music do you like? Ama bular ingliz tilida so'zlaganda unda hargiz men o'xshash bunda asla demaydi. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Kinda deb bilan kind of degan qanday tizlaydi. What kind of music do you like? Qanday xildagi muzikani yaxshi ko'rsa deb kinda.
Tushundinglarmi? Azroq tushundik deymiz? Yeah, kinda. I kinda understand. Hatta azroq tushunmadim deymiz? I kinda don't understand how to do that. Could you please explain further? Kinda. Bundas bir yengilme şu an en ahırki söz birikimiz ekran qaranglar. What a terrible performance. Get the hook. Get it? You don't swing it like you used to, man. Yet I have to give you credit from my start. Yan bir anlanglar. Used to, man. Yet I have to give you credit from my start. And Give credit. Give credit. Bu yerdagi give degan bermak, credit degandan keyin gap, creditning asli ma'nosi ishonch degan gap. Bir odamning qanday ishonchlik, manda ishonishga bo'ladigan bo'lib qolsin deymiz, credibility. Credibility deydi. Bir odam qarz qaytara olsa, shunga credit berdi. Asli ma'nosi credit. Lekin credit deb hozir moliyada yoki iqtisodda credit degan gapni olsanglar, qarz deb ham tushunsanlar bo'ldi. Qarz. Lekin unda degan gap emas, ammo shunda deb ma'no chiqadi. Unda pardozlab ishlatadi. Give credit degan bu yerda ma'lum bir muvaffaqiyatni e'tirof qilmoq bo'ldi. Qilgan ishini qanday? E'tirof qilgan. E'tirof qilmoq. Masalan, uning qilgan ishini bir e'tirof qilishimiz kerak. We have to give him some credit. Yoki give him credit for what he did. Qilgan ishini e'tirof qilaylik. Give him credit. Bu uning birdan beraylik emas, bir e'tirof qilaylik degan gapda. Buni jumla tuzsam give credit ga. She's a much better actress than people give her credit for. Ahire give her credit for by. She's a much better actress than people give her credit for. U boshqa e'tirof qilgandimmi, xeyli yaxshi bir qanda artist, actress degan ayol kishining qanda actress deydi ayol artistni. Artist nima deymiz? Actor, aktyor deb qo'ydi. Actor, erlavas actor, ayollavas actress. Better degan qanda good, yaxshining selishtirum shakli sifatning. She's a much better actress than people give her credit for. Yani miyadlam chiqib turay. She's a much better actress than people give her credit for. U haq e'tirof qilgandim qanda yaxshi personaj bo'ldi. Ondan keyin mav gapni yomon ko'p anglashinglar mumkin. Sal yuqori saviyada deganim faqat ingliz tili qartilgan. Sizning sapa bilan munosabat yo'q, faqat ingliz tili saviyani demoqchi. You should give credit where credit is due dedi. Ma bakchiq ishiltirdim ma gapni. Due degan bunda vaqt to'shmoq degan gap. Masalan, assignment due tomorrow dedi. Assignment degan qanday vazifaning vaqti at to'shidi demoqchi. Due tomorrow. Deadline degandekda vaqt to'shmoq due. You should give credit where credit is due. E'tirof qilgan chaqda e'tirof qilish kerak degan gap. Sen bu boshqani e'tirof qilgan chaqda e'tirof qilishing kerak. You should give credit where credit is due. Bir xil turaqlik bordek ishlasan bo'ldi. Unda esa degan so'zlagan mazmunlarni yig'inchoqlab etsam, let, kinda, give credit. Let, kinda, give credit. Let degan manda ruxsat qilmoq, yo'l qo'ymoq. Kinda degan qanda kind of nang qisqartirilgan shakli ingliz tilidagi. Bizga yak biroz degandek ma'nosi, yoki qaysi tur xil. Give credit degan ma'lum muvaffaqiyatni e'tirof qilmoq. Bundan so'ng darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalarni inkos shakl qoldirib qo'ysam bo'ldi. Rahmat.